Menda shunaqa sxema bor. Qisqa muddatda 2-3 haftada, hatto dietalarsiz, hatto og'ir mashqlarsiz, qiyin mashqlarsiz osongina отекlarni haydab, ortiqcha vaznlardan qutulib, baqbaqalardan, qorinlardan, qo'ldagi osilishlar, oyoqdagi sellyulitlar yillar davomida balkim sizni qiynayotgandir bu отекlar. Ularni oson ketkazish usullari bor, shunaqa sxema bor, mashqlar kompleksi, mashqlar ketma-ketligi bor. Kelinglar, bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz va sizlar bilan mashq qilamiz. Yangi meni kuzatayotganlar bo'lsa, tanishib o'tamiz. Mening ismim Shohsanam Mahmudova, onlayn trenerman. Xalqaro miqyosdagi diplomga ega trenerman. Tabiiy yosharish bo'yicha sizni qisqa muddatda oson mashqlar orqali, hatto dietalarsiz yuzda tabiiy yosharishingizga, chiroyli qomatga erishishingizga yordam beraman. Bu qanaqa qilib amalga oshiriladi desangiz, tanani qayta sog'lig'ini tiklash orqali, ya'ni regeneratsiya qilish, uni qayta yangilash orqali amalga oshiriladi. Qon aylanishi yaxshilash hisobiga, limfalarni, ya'ni отекlarni haydash hisobiga, напряжениyalarni yechib tanani bo'shashtirish hisobiga tana xuddi yosh organizm qanaqa harakat qiladi, shunaqa harakat qilishni boshlaydi. Bu yerda sizlarga ba'zi bir o'quvchilarimni natijalarini ozgina ko'rsataman. Do-posle natijalar bu marafon ichidagi natijalar. Marafondan keyin ham agar mashqlar bajarilsa, undan ham zo'r natijalarga erishiladi. Agar siz ko'proq marafonimda qanaqa natijaga erishganligi, o'quvchilarimning fikrlari haqida qiziq bo'lsa, sizga odzivlar knopkasini bosing. Bu esa o'zimni natijalarim. Oldin men ham 29 yoshimda hatto mana shunaqa bo'k kuchaygan holatda bo'lganman. Hozirgi holatimni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Yoshim 33 ta. Ikkita farzandning onasiman, 7-9 yoshli qizlarim bor va shuni biling, sertifikatlangan emas, diplomga ega bo'lgan diplomированный trenerman. Kelinglar, endi sizlar bilan mashq qilamiz. Oddiy mashqlar. Agar siz hozir shamollagan bo'lsangiz yoki qanaqadir kasalliklaringiz bo'lsa, mashqni qilishdan oldin shifokoringiz bilan albatta maslahatlashing. Temperatura qilayotgan, shamollagan insonlarga umuman mashq qilish mumkin emas. Sizga tinchlik kerak. Qo'limizni shu holatda qo'yamiz va ochib, yopib, mana shu holatda harakat qilamiz. Men gapirib qilaman, siz to'xtab qolmang. Sekin, agar qiyinchilik tug'diryaptimi, sekin qiling. Sekin. Limfalarni haydashga harakat qilamiz. Limfa butun tanamiz bo'ylab joylashgan. Boshimizni tepasidan oyog'imizni uchigacha bitta butun sistema, xuddi qon aylanish sistemasi qanaqa bo'lgani kabi, u ham xuddi shunaqa sistema. Faqat uni haydash uchun biz nima qilishimiz kerak? Biz butun tanadagi bloklarni yechishimiz kerak. Hozir biz aynan yuqori, tananing yuqori qismi bilan ishlayapmiz. Lekin mana xudo xolasa 3-noyabr kuni taz marafoni boshlanadi. Taz marafonida biz asosan tazdagi bloklarni yechishga harakat qilamiz va butun limfa sistemasi ishga tushadi, harakatga tushadi va turib qolgan suyuqliklar chiqib ketishni boshlaydi. Nafas olamiz va dam olamiz. Agar charchab qolgan bo'lsangiz, dam oling. O'zingizga kelib oling. Xolasangiz suv ichib olishingiz ham mumkin. Iliq suv. Limfa sistemani haydashimiz uchun to'g'ri suv ichishga ham e'tibor berishimiz kerak. Bu haqida biz marafonda gaplashamiz. Qanaqa qilib yuvishimiz kerak? Limfalarni tozalashni o'rgataman va shu orqali siz hatto dietalarsiz turib qolgan zastoylarni haydashga muvaffaq bo'lasiz. Yana davom etamiz. Nafas olamiz, nafasimizni ushlab turmaymiz. Taz marafoni kimlar uchun? Taz marafoni
tug'ilgan har bir ayol tazi bilan siz mashqni bajaravering, to'xtab qolmang. Sekin qiling. Agar og'riyotgan bo'lsa, charchab qolgan bo'lsangiz, sekin qilamiz. Kim uchun taz marafon? Davom eting siz mashqlarni qilishda. Turmang, vaqtingiz bekorga ketkazmang, davom etamiz. Va taz marafoni любой tug'ilgan ayol tazida o'zgarishlar bo'lishi boshlaydi. Krestets, mana bu do'mg'aza tomonida o'zgarishlar bo'ladi. Bu esa osankasiga, bo'yin oldinga ketib qolishiga, baqbaqalari chiqib ketishiga, qorni chiqib ketishiga, matka опущение, sidi usholmaslik shu kabi muammolarni olib keladi. O'shaning uchun biza tazimizni qayta tiklashimiz juda ham muhim. Hatto yosh qizlar yozishadi, men erga tegmaganman, lekin osilishlar bo'lyapti, lablar osilgan, intim zonadagi organlar haqida gap ketyapti. Bu nimadan? Hozir hamma o'tiradi, ko'p o'tiradi, harakat yo'q. Biza marafonda qiz bolami, siz yoshingiz kattami, onam tengimi, siz farqi yo'q. Oyimni ham yoshartiraman haligacha. Rasmlarni qo'yaman. Yoshlari 60 dan oshgan, lekin ularda ham natija bor. Agar sizni ko'kragingiz osilgan bo'lsa, bu degani qorningizda ham ichki u aysbergning uchi, ichkarida nima bor? Ichkarida ham organlaringiz nagruzkada ishlayapti. Bu degani sizni keyin matka опущениялар bezovta qiladi. Hatto men tug'maganman, men emizmaganman, lekin yosh qizman hali, lekin ko'kraklarim osilib ketyapti deb yozishyapti. Tasavvur qilasizlarmi? Nimaga? Chunki ko'p o'tiradi, kompyuterda o'tiradi. Diafragma yopiq. Mana shu передний фасциальная liniya deyiladi. Qisqarib zajimda bo'lib qolgan. Uni biza to'g'irlab yuboramiz, zanjirlar bilan ishlaymiz. Tanamizni, hatto sizni qovog'ingiz bo'lsa, ko'tarmoqchi bo'lsangiz, marafonda bunga erisha olasiz, chunki tanani zanjirlari bilan ham ishlaymiz. Va bu sizga bepul blefaroplastika bo'ladi. Operatsiya ham qilishingiz kerak yo'q. Yuz ovalini chiqaramiz. Qilinglar, to'xtab qolmanglar. Agar dam olib qilsanglar bo'ladi mashqni. Mayli, ikkinchisiga o'tamiz. Tak. Mana shu tarzda harakat qiling. Og'riqlar agar sizda bo'layotgan bo'lsa yoki sizda grija bo'lsa, bajarmang. Trener nazorati kerak sizga. Agar sizda grija bo'lsa, marafon sizga juda ham foydali bo'ladi. Faqat marafonga kirayotganingizda sizni grija bezovta qilib qo'ygan momenti bo'lishi kerak emas. Og'rib, qiynalayotgan moment emas, aynan uxlagan payti bo'lsa, kirsangiz bo'ladi va grijada ham foyda topa olasiz, manfaatli bo'ladi. Keyin giperlordoz, bel og'rig'i, kimda beli og'risa, sizlar bajaravering mashqlarni, qilaveringlar. Terlash уже boshladiki, oddiy вроде бы oddiy mashq, lekin terlab, уже boshqacha o'zimizni his qilyapmiz. Qilamiz. To'xtab qolmaymiz. Yopildik, ochildik. Yopildik, ochildik. Nafasimizni ushlab turmaymiz. Bajaringlar, men sizlarga ma'lumotlar berib boraman. Belingiz og'risa, grija bo'lsa, qorning chiqib ketgan bo'lsa, bu bir-biriga juda ham bog'liq. Bu muammolardan sizlar qutula olasizlar. Qorindan ham, bel og'rig'idan ham, taz oldinga egilgandan ham to'g'irlaymiz hammasini, joy-joyiga qo'yamiz. Shkopda kiyimlarni taqlab qo'ysa, qanaqa chiroyli ko'rinadi. Xuddi shunaqa qo'yiladi. Agar sizda ko'kragingiz osilgan bo'lsa, bu degani diafragma yopiq, ko'krak qafasi yopiq degani. Biza marafonda osanka trenirovkalarini ham qo'shaman, taz marafonida ham. Ko'krak qafasi bilan ham ishlaymiz. Natijada osilgan ko'kraklar joyiga tushadi. Hatto ko'kragim yo'q, kichkina deydiganlarda ham ko'krak paydo bo'ladi. Chiroyligina ekanligini bilasiz. Chunki mana bunaqa yopiq holatda, конечно, любой odamda ko'krak bo'lmaydi. Uni ochib joy-joyiga qo'ysangiz, kichkina ko'krak ham chiroyligina ekanligini bilib olasiz. Bu o'zimning tajribam, chunki keyin yuzda esa tabiiy podtяжка ketadi. Bo'yin cho'ziladi, chunki umurtqani
Biza fundament bilan ishlaymiz, to'g'irlaymiz hammasini, bel ingichkalashadi, yelkalar chiroyli bo'ladi. Og'riqlardan qutulishinglar mumkin. Bosh og'rig'i, lanjlik, kayfiyatsizlik, osteoxondroz, massajlarga borib yurasizlar, balkim unaqa bo'lmaydi. Sizlar o'zingizlarga o'zingizlar yordam berishni o'rganasizlar. Nima qilsanglar, yosh yurasizlar, nima qilsanglar, chiroyli qomatga erishasizlar. Zal qayergadir borib alohida vaqt ajratish shart emas. Hatto sizni umuman vaqtingiz bo'lmasa ham qanaqa harakat qilish kerakligini men o'rgataman. Va doktorlarga ham borib kasalliklar buketidan qutulishga harakat qilib yurmaysiz, chunki tana sog'lomlashishni boshlaydi, qon aylanishi yaxshilanadi, bloklar yechiladi, zajimlar ochiladi va tana yengillanadi. Bugun o'rgatgan mashqlarimni har kuni qaytarishga harakat qiling, unutmang. Bugun nima qilayotganimiz ertaga biz qanday ko'rinishga ega bo'lishimizni va qanday sog'liqqa ega bo'lishimizni aniqlab beradi. O'shaning uchun har kuni odat qiling, o'rgatilayotgan mashqlardan foydalanishga. Agar siz marafonga kirmoqchi bo'lsangiz, pastda ma'lumotlar bor, adminga yoki bot orqali to'lov qilib avtomat kirib olishingiz mumkin. 3-noyabr kuni xudo xolasa Taz marafoni boshlanadi. Yangi yilni yangicha o'zini zo'r versiyasi, sog'lom, chiroyli, yosh versiyasi bilan kutib olmoqchi bo'lgan qirolichalarni Taz marafonimga taklif qilaman. Bu yilning eng oxirgi marafoni. Shu bilan Taz marafoni 1 yildan keyin bo'ladi. Ulgurib qoling, o'z joyingizni egallashga. Ko'rishguncha.